bularni tashlaymiz. Misol uchun men tashlagan bularning eski aylaniga g'iybatda. Siz nimani? Tezroq. Men tashlagan bulardim. Shu kungacha kiygan barcha tashvishlarim. Tashvishlar. Ketdik. Sukutni. Ketdik. Hayratli. Ketdik. Ketdik. Sevgili. Tezroq. Sizlikda. Tezroq. G'iybatlardim. Tezroq. G'iybatchilar ko'p. Tezroq. Sizni sevmaslikni. Tezlashtiramiz. Ketdik. Ketdik. Tartibsizlik. Eski sevgini. Asabsizlik. Yangilar chiqyapti shekilli. Dangasalik. İşten boshqa narsa borligini ham bilishdi. Bilishdi. To'g'ri. Tashvish. Domla. Yalqo'likda. Domla. Gunohlarni. Gunohlarni. O'shamaydi. Yalqo'likda. Ustozlar biz yoqtirmagan odamlarni ham tashlab bizga nisbatan hasadchilarni ham tashlab yubordik. Pulsizlikni tashlab yubordik. İmkonsizlarni tashlab yubordik. 3 marta bunday qilingki, hammasi tushsin. Qo'shnilarni ham qo'linglar tushib ketsinlar. 1-2-3 deganda yangi aylanib o'tamiz. 1-2-3 ketdik. Bu yangi aylanida ijod bor. Ayting. Bu yangi aylanida ijod bor. Mashhaddan qaytganda 308 bo'yicha boshqa tashladi. Nima? Kreativ faoliyat. Samimiylik. Sayohat. Rivojlanish. Yana ham cho'qqiga intilish. Do'stlik. Do'stlik. Voy yaxshimisiz? Mana men bironta ham so'z aytmaslik mumkin emas. Nima? Hamkorlik. Faqat o'zini sevish. Sevish. Mukammallik. Mukammallik. O'zgarish. O'zgarish. Ishchanlik. Marraga yetib borish. Tajriba orttirish. Mehnatsevar. Yangilikka intilish. Yangi sevgi. Farzandlaring ko'proq vaqt Ajratish. Kasbimiz bo'yicha yana ham ko'proq tushunchalarga ega. Ega bo'lish. Domla. Bu uyg'onish. Ustozim bir-biriga saboqabat. O'zini ustidan yarashlash. Ustozlar yana. Hop. O'sha shiorni qancha bo'lsa ham aytib ketsa. Hop, endi qarang. Hammamiz olamiz, kelib birgalikda bosim davlatlarda olamiz. Obro'y muhabbatlarni olamiz. Obro'y muhabbat xudo berganlarda olamiz. Umra hajlarni ham olamiz. Farzandlarni baxt kamolini ham olamiz. Va atrofdagi faqat do'stlarimiz bo'lishini olamiz. Endi hamma bosim davlatda olamiz. Bosim. Eshingizni yopib qo'ysangiz, tirqishlaridan chiqib kiradigan davlatni olamiz. Va sizni yuragingizga aytilmagan voy shunday desak-ku deydigan joy bo'lsa, o'sha yaxshiliklar. Kredit olamiz. Ular har joyda tashladik. Birinchi aylanida kredit qoldi. Endi qarang, bir-biringizga qarab, hamisha har doim mana shunday tushishi shart. Bu sog'ligimizga, qon aylanishiga, kayfiyatimizga